Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga hoş geldiniz. Kanalimizda Qaynam örkişi, Çala tekken oq, Manas daryasından qaytish, Anjamboy, Sarsanro, Qanliq iz, Qanliq edir qatorliq tarixiy romanlar, Türme xotirlari, Mahbus ruhlar va Sabit Damollamning qisqacha tarjimali, Xo'janiyaz hojining ish faoliyatlari qatorliq asarlar bor. Əsərlərimizni yaqtırıb anglışınızlarını qarşı alımız. Dostlarınızga və başqa toplarga tavsiyə qılıb qoyun. Rəhmət. Əmdi anlaydıqınlar. Qashqar Uyğur Nəşriyyatı 2003-cü 11-ci ayda birinci qətim nəşr qılğan tarixi roman Qanliq edir. Avtori Muhammed Osman. 13-cü bab. Kütüş. To'xti bilan Savur Ağudun ayrılğandan keyin Yakanga berishqa ancha aldirab ketmedi. Yo'l ustida Fayzobodni araladi. Yo'qurg'ining Siyak, Ashma, Achchiq, Terim, Axunluqum, Maralbeshining Makit kenti, Poskam, Yakan, Qag'liqning Dolanliqlar o'ltiraqlashgan Namrat yiza kentlarida tuqqan izlash bahonasi bilan aylanib yurib, qatnash, yer tuzilishi, ijtimoiyat, fuqarolarning hol kuni xalqning dard ahvolini egiladi. Angacha 1857-yilga kirib, birinchi oymu oxirlashdi. Aralıqda Savur yangi ma'lumotlardan xabar tepish uchun Ağuga 2 qatim beribmi keldi. U ilib kelgan xabarda Ağu Arazil xalqi qo'zg'alib, partlash oldidagi bombadek qo'zg'alonni taqozo bo'lib kutayotganligi, qurol soni 60 ga yetganligi ma'lum qilingan edi. Hasan Türk'nің ma'lumotidimi naq bor qurollardan boshqa bir bo'lak qilich, nayza tayyorlanayotganligi aytilgan edi. Bu axborotlar To'xtining texmo tirishchanlik ko'rsatib, keyingi ishlarga dadil yetakchilik qilishini kutyotdi. To'xti zimmasidagi vazifaning haqiqatan ig'irligini o'ylaganida kecha-kechalab uyqusi kelmaydi. Chunki kelgusida necha 10 minglagan odamning hayotiga kepillik qilish uningga yuklangan bo'lib, ularning oila tavobatlarining oq bog'lab, echinishlik yig'izlari qilayotganini ko'rishni xohlamaydi. Buni xiyolga keltirsimi, yuragi titraydi. Urushda qon to'kildiganligi aniq, lekin g'alaba motamni tantaniga aylantira oladi. Biroq mag'lubiyat mangulik musibat, g'am qayg'u, hasrat nadomatda qoldirdi. Bu haqiqatni To'xti obdan bilatdi. Shunga kelgusi jangning o'ngishliq bo'lishi uchun ishlarni inchga planlamay bo'lmaydi. Aldirang'uliq pushaymon ilib kelmay qolmaydi. To'xti bilan Savur Yakanga qaytib kelganda 2-oyga 15 bo'lgan. Yo'llarning nam joylari patqoqlashishga boshlagan edi. Dehqonlar amdila usti erigan yerlarga to'nga yo'lab yozg'i bug'doy teriyotdi. Osmon bo'ri terisini kiyib, kunda digidek chiqib turadigan atiyozning bo'rini atrofni ko'rgusiz chang to'zon bilan qoplagan edi. Zaynabxon ona bilan Abdurahmon To'xti Savurni ilib chiqib ketgan 3 oyga yaqin vaqt ichida ularning derekini ololmadi. Rayhon bo'lsa kun atlamay Zaynabxon onaning qishiga kelib surishtiradi. Lekin birer uchur bo'lmag'achqa ümidsizlanib ketib qoladi. Oxir taqatsizlangan Rayhongul Zaynabxon ona bilan maslahatlashib Abdurahmonni Fayzobodga avatdi. Abdurahmon necha kunlardan keyin qaytib kelib, To'xti bilan Savur Chang Shansonning uyida bir qancha kun turgandan keyin xo'shashib otishga ketganligini, Chang Shansonning yuzlari o'xshitib qo'ygan o'pkidek qomati ajoyib qamlashgan Sahib Jamal Changhua ismlik bir qizi bo'lib, u Abdurahmonga alayda topilib, To'xtini topgan hamon hozirgi ahvolidan uchur berib qo'yishni umid qiladiganligini, Uyg'urcha ravon aytganligini eshitgan Rayhonning vujudi rashk o'tida yinib, yuragi tuz qo'ygandek ichishdi. Buningga hijron azobi qo'shilib, bo'ronga yo'liqqan Majnun taldek qaddi pukildi. Hech nimani anqirolmay gangirg'inicha berib supining qirida o'ltirib qoldi. Shu topda uning badaniga xanjar ursimi sezmaydi. U bir hazada esini topdi. Ko'z oldidagi qizillik asta-asta süzüldü.
"Men nim boldim?" dedi öz-özüge. "Yo'q, to'xti mening. Öz vaqtida menga va'da bergan. To'xti bo'lmasa menga hayotning nima kerki? Hayot mamatimiz bog'langan-ku." To'xti so'zida turdi. "Hiliqi xo'jayinning qiziga kelsak, kichkidan bir uyda cho'ng bo'lg'achqa, balki mehri tushib qolgandi yoki ak-singillik rishti bog'lanib ketganiga ko'zi qiymagandi. Yaxshining nomi o'chmaydi, yomonni aslimas hech kim" degan shu. Uni menmi yaxshi ko'raman, boshqalarmi yaxshi ko'radi. Chunki qizil gulga bulbul oshiq bo'lgandek. Rayhon shunda xiyollar bilan o'zini bazlab, Zeynabxon onadan Abdurahmonni yana avatib, savur bilan to'xtini toptirib berishni o'tinib, cho'nqur andishilik, g'am qayg'u ichida ketib qoldi. Rayhonning g'amkin turqi, sarg'aygan chiroyini ko'rgan onasi Zumrad xonimmi yolg'iz qizidan ansirab, g'ayda tun bo'yi ko'z yummay chiqatdi. Hafizbek bo'lsa Rayhonni og'riq deb bilatdi. Ko'p tadbir qo'llanib baqsimu, birer yaxshilanish ifodalari ko'rilmagachga tit bo'latdi. Oxir u hajga berish havisi bilan Ramazonni Makkada o'tkazish uchun jiddiy tayyorlikqa tutindi. To'xti qaytib kelganda Hafiz Begning hajga safar qilganiga amdila 3 kun bo'lgan edi. Abdurahmon darhol berib Rayhonga To'xtining kelganlik xabarini yetkazdi. Onasi Zumrad xonim bilan To'xtining izdiriki ustida bosh qotirayotgan Rayhon bu xabarni anglaganda ko'z oldi birdilla yorib, uzoqdan buyon bulutlar orasida pinhon bo'lgan quyosh ig'ir pardini qayirib, jamolini ko'rsatgandek shodlik tuyg'usiga cho'mdi. Shu xushalligida etilib borganicha Zumrad xonimning mag'ziga natchini so'yibdi. Ondan o'zini tuzashtirib, to'zdek yasinib, To'xtining qishiga ravon bo'ldi. Bu hol Zumrad xonimni hayron qoldirmadi. Chunki bugun Rayhonning zarqib ketgan orzusi chechak ochgan edi. Oq ko'ngil yolg'iz qizining tunji tantanasi Zumrad xonimning dilinimi eritmay qolmadi. Qizining azoblariga tang shirik ona, "Bechora qizim" deginicha orqasidan qarab qoldi. Uning ko'zlari yoshga to'lib, chaniqidan toshgan unchilar mag'zini bo'ylab do'milmoqda edi. To'xtimi Rayhonni ko'rganda o'zining qandoq bo'lib ketishini bilmaydi. Ko'z oldida na odam, na uy imoratlar mavjud emas. Go'yo pari paykardek go'zal noznin mahbub kipinakdek pildirlab kelyotdi. Bulbulning xandan urishi qizilguldan bo'lsa, gul qetining yirtilishi bulbuldan bo'lgandek bir jup oshiq mashqning judolik o'tida puchlangan yuragi visal damlariga talpinib tang so'qmoqda edi. Mana kutgan fursat yetib keldi. İkkisining didorlashishi orzu piyolalarini shodlik sharobi bilan to'ldirdi. Zeynabxon ona, Savur, Abdurahmonlar chanqigan vujudlarga fursat berib, o'zlarini chetga oldi. Ikki tan bir-birlariga chirmishib, judolik kunlarini aslab yig'lashsa, shirin visol damlariga erishganiga ichidan kulishatdi. Shundoq qilib, To'xti o'z beshidan o'tgan ishlarni bayon aylab, amalga oshirmoqchi bo'lgan ulug'vor planlarini eskartdi. Shu topda Rayhon To'xtining har qanday buyruqi oldida farman bardor edi. Shunga maqsadini darhol tushundi. Pok vijdoni, boturlik jasorati, parlaq niyat iqboli uchun oshiqini bag'riga kuchab tortdi. "To'xti!" Rayhon yosh yuqi ko'zlarini go'yo yomg'irdan keyingi gul quyoshga boqqandek tikib iltijo qildi. "Menmi jang qila olayman. Dostonlarni ko'rganman. Xuddi Tumarisga o'xshash qo'rqimsiz qizlarni tashkillab jang maydoniga tushib, Tumaris Xisravning kallasini qonga chilab qo'ygandek, Afrdun Vangning beshini qonga chilayman. Meni bo'shcha olamang. Qilayotgan ishlaringizni bilib turibman. Sizdan faxrlanaman. Siz bilan ham nafas bo'lib, ömürlük baxt saadetimiz uchun kurash qilaman." Rayhonning tal-tal kirpiklaridagi yosh munchoqlari xuddi saharda ichilgan qizilgul bargidagi shabnamdek yaltirab turadi. To'xti uning samimiyligidan, baturlarga xos g'ayrat shijoatidan faxrlangan holda olqinini opirib
tumaris simon qaysarligidan andoz olmoqchi bo'layotgandek yosh donchilarini avaylab olqonlariga sandirib oldi. Siz hozirmi biz bilan bir sapda, dedi To'xti faxrlik talaffuzda. Sizning to'pingiz bor. Rayhon damonliqqa tushunmay chaqchaq qilyotidi deb o'ylab so'rdi. Meningmi? Shundoq, chaqchaq qilishga usta ekansiz. Chaqchaq qilyotganim yo'q. Siz bergan pulga setib olgan qurollar yigitlarimizning qo'liga tegdi. Shundoqmi? To'g'ri. Pul bo'lmasa qurol nerdan keladi? Qurol bo'lmasa dushmanni qandoq yo'qotqili bo'ladi? Qurolliq dushmanga musht bilan teng kelgili bo'ladimi? Demak, siz allaqachon jang maydoniga qadam bosdingiz. Men ko'pchilik nomidan sizga rahmat aytaman. Rayhon To'xtiga yo'lliq tutgan bir hamyam pulning bunchalar zo'r ahamiyatga ega bo'lishini o'ylabmi ko'rmagan edi. U To'xtining rahmat so'zlarini anglab, cheksiz shodlikqa cho'mdi. Men yana yordam qilaman, agar zarur bo'lsa. Elimi rahmat. Endi sizni xijil qilishni xohlamayman. Men sinab baqay. Anam muslarni qo'llaydi. Jazman yordam beradi. Ikkisining parangi qizg'in davomlashyotganda, lampa tam ustida so'yishayotgan bir jup paxtakning tuyuqsiz urkib uchib ketishi diqqatini buzdi. Savur bilan darvoza oldiga kelgan Zaynabxon ona unlik ovozda ikki qatim yo'tilib g'oylaga kirdi. Angacha To'xti bilan Rayhonmu o'zini tuzashtirishga ulgurgan edi. Rayhon hozir ilgirgidek g'amkin, yig'lang'u qiz emas, balki nozugum sifat Batur isyonkorga o'xshaydi. U ko'nglida To'xtining qo'zg'alon ko'tarishiga jazman yordam beraman. Agar ashu zindondan iborat real dozoqni yo'qotadiganlar bo'lsa, deganlarni o'yladi. Ular ilhom baxish paranga echikib ketib, quyoshning pastliginimi sezmay qoldi. Rayhon uyiga qaytganda yaqindagi bir masjidda ma'zinning namoz asriga to'g'ilgan azini anglandi. Odatda azon quliqiga kirishi bilan yo'l yurayotganlar, paranglashayotganlar o'rinlarda jim o'ltirib, azon tugaganda alqonlarini yuziga suvab duo qilib o'tib, ondan ishlarini davomlashtiradi. Rayhon shu topda shirin xiyollar ilikida hammani unutgan edi. Rayhon uyiga yetib berishi bilan ansirab darvoza tuyida yo'liga qarab turgan Zumrat xonim uning chiroyidagi xushalliqni ko'rib yenik tindi va "Keldingmi qizim?" deb manglay chochlarini selidi. "Kelmasam bo'lamdi ana?" Rayhon Zumrat xonimga erkiladi. "Uni menga ko'rsatmamsan?" "Jazman ko'rsataman." Rayhon oftobdek kulib aytdi. "Hozir vaqti emas." "Nima uchun?" "U xotirjam emas." "Yana nima ish?" "Cho'ng ish ana, cho'ng ish." "Sen bilamsan?" "Albatta bilaman." "Menga aytib bera olamsan?" "Yordam berishga va'da bersangiz aytib beraman." "Tezroq degin, yordam beraman. Bizga pul kerak." "Nimaga ishiltisizlar?" "Savobli ish uchun." "Ochiq degin." "Deyolmayman ana. Meni qistamang. Keyin bilib qolasiz. Qancha pul ketadi?" "Iltifot sizda, lekin amal bari ko'proq bo'lg'ini yaxshi." "Atang nurg'un pulni hajiga ilib mangdi. Uyda yana yetarlik bor. Bu pullarni sening uchun yiqqan. Qachonla ishlatsang sana mansub. Shuningdan yetarlik ilib, To'xtining ko'nglini tindir. Hozircha 100 sar olay. Shuncha ko'pmi? Setib oldigan narsa qimmat." Zumrat xonim Rayhonning nima setib olmoqchi ekanligini nadim bilsin. U hayronligini chandurmay rozilik berdi. "Bo'pti, olg'in, at oparib ber." Rayhon xilidan buyon bunchalik xushal bo'lib boqmagan edi. Zumrat xonim uni bu holda ko'rib, qandoqdir biror muhim ishni yo'shirayotganligini sezdi-yu, ammo surishtirib yurmay o'z hujrasiga kirib ketdi. Rayhon kechini turli xiyollar bilan tasda o'tkazib, ikkinchi kuni ataganda Savurning uyiga pulni elib borganda, ular amdalan nashta qilib bo'lib, dasturxonni yig'ishtirib Rayhon 100 sar kumush o'ralgan tugichni ichib, To'xtining oldiga qo'yib edi. Hammaylar uningga hayronlikda qarab qilishdi. To'xti Rayhonga va Zumrat xonimga yenishlab rahmatlar aytdi. Rayhon To'xtidan ayrilishga qiyimismi,
Onun çoğ bir ishni təvratmoqchi bo'layotganligini bilatdi. Shunga pulni xarajat qilib, tayyorlikni vaqtida putkizmasa bo'lmaydiganligini o'ylab so'radi. Yana ish bormi? Bor. Bo'lgandimi nihoyatda muhim ishdan. Men darhol otishga berishim kerak. Yakandik ishlar Savr bilan ikkinlarga qoldi. Zo'ruriyat tug'ilsa Abdurahmonni avatinglar. Meni kichik axunikamning uyidan izlasin. Tafsili ishlarni Savr biladi. Bo'ladi. Bizmi tayyorlik qilamiz. Pul ketadigan ish bo'lsa, yana men tayyor. Undaq bo'lsa, vaqtida yo'lga chiqing. Biz qachon ko'rishimiz? Hozircha bir nima demak tez. Ish qilib uzoqqa ketmaydi. Sizga ishonaman. Rahmat, dedi To'xti. Ondan Savrga topiladi. Ishlar son qoldi. Men xabarchi mangdurman. Ehtiyot qilinglar. Atsi atiganda Rayhonmi atayin kelib To'xtini birlikda yo'lga silib qo'ydi. Rayhon To'xtining ishlaridan yuzaki xabar topgan bo'lsa-mu, zimmasidagi vazifaning ig'irligini va xatarlikligini to'liq bilib ketmaydi. To'xti bo'lsa, Buzruk xo'jining qishiga ketgan aloqachining kelmaganligidan ansirab, xotirjam bo'lolmayotdi. Vaqt qistab Ramazon oyi borgan sari yaqinlab kelmoqda edi. To'xti necha kun piyoda yurib, kichik Axunning uyiga yetib kelganda, Hasan Turk bilan kichik Axun To'xtiga xabarchi mangdurish to'g'risida maslahatlashayotdi. To'xtining kirib kelishi ularning mushkulini osonlashtirgan edi. To'xti eshik oldiga kelishiga kichik Axunning ishlari darvozadan yugurishib chiqdi. Kichik Axun To'xtining ushtumtut paydo bo'lib qolganidan biror hodisa yuz berdimikin deb ansirab chiroyiga sap soldi. To'xti shuncha yo'lni piyoda yurgan bo'lsa-mu, nihoyatda ruhliq ko'rinadi. Assalomu alaykum. To'xti birdilla salom qilganicha kelib, kichik Axun bilan ikki qo'llab ko'rishib so'radi. Birodarlar, tinchlikmi? Tayyorliklar bitdimi? Ishlar yaxshi ketyapti. Hasanjonchu, u mo boyla keldi. Yaxshi bo'pti. Rayimjon akadan xabar bormi? Hozircha yo'q. Ikkisi hovlida mushinchiliklar ahvollashib uyga kirganda To'xtini ko'rgan Hasan Turk darhol o'rnidan turib, qizg'in qo'l siqib ko'rishdi. Ondan tinchlik so'rab uni sig'inganligini ifodaladi. Uyda yana Hasan Turkning ikki odami o'ltiradi. To'xti ular bilan salomlashib bo'lguncha Hasan Turk: "Bu ikki palvon iliqi qurollarni o'g'irlab chiqqan azmatlar" deb tonishtirdi. Hammaylar tangla kulishdi. "Qani To'xti, nima xabar elib keldingiz? Anglab baqayli." Kichik Axun To'xtiga savol nazarida qaradi. To'xti javob o'rniga belidagi yakanning baldaqliq yung balvig'ini yeshib, bir uchi tarafga tugishlangan xaltini yerga qaratgan edi. Ikki dona hamyon sharoqqida yerga tushdi. Uydagilar buning nima ekanligini bilolmay esangirab turishganda, To'xti hamyonni kichik Axunga sunib dedi: "Pulni sanab topshirib oling. Zarur ishlarga ishlatildi." Bu Rayhon bergan 100 dar kumush edi. "Sizmi o'g'irlikni bilamsiz nima?" Hasan Turk To'xtiga chaqchaq qilgan edi. Hammaylar kulishdi. "Bilmayman. Buni birsi iyoni qildi. Meningcha, eliqi shapoatchi qiz iyoni qildi-ku deyman." Kichik Axun To'xtiga ma'nilik nazarda qaradi. "Topdingiz. Uning ismi Rayhon. O'tganki 30 sarnimi shu bergan. Bu qitimqini onasining roziligi bilan berdi." "Pah, nima degan sexiylik bu?" Hasan Turkning hayronlikdan ko'zlari parqirab ketdi. "U degan zindon begining qizi, otasi hukumat ishidan bizar bo'lib pajiga ketdi. Bu pulni ayoli berdi. Amaldorlarning mu hammasini zolim deyish xato. Ularning ichida-mu xalqparvarlar bor. Biroq ko'nglida yuz tashliq qilsa-mu, amaliy harakati bilan ifodalay olmaydi. Rayhon mansabdorning qizi bo'lsa-mu, tonishqandan buyon bizni qo'llab kelyapti. Ayni chaqda hayotimizni saqlab qolgan. Yili ham yana hayotimizga kepillik qilish yo'lida boylik, manmanliklardan kechib, biz bilan bir safda kurashga otlanyapti. Onasining mu ayonmay shuncha yordamlarni qilayotganligidan qaraganda, qo'zg'olonni qo'lg'anligi nihoyat aniq. Hapsidimi otasi Hofizbekning bevosita jazosiga uchramadi.
Buni birodarlarning tushunishini umid qilaman. To'xtining Rayhon haqidagi tushundirishi o'rinliq edi. Demasmi, To'xti ilib kelgan kumush nurg'un xarajatlarga yetadi. Buning bir qismiga qurol olsa-mu, qolganini yordamlar uchun dora, qatnash vositasi, ta'minot qatorliqlarga ishlatsa bo'ladi. Buningga hozircha Tursunni vaqtliq mas'ul qildi. Chunki Tursun koni maktabda o'qib, xat yozish va hisobot ishlarini oz-to'la o'rganib olgan edi. Amdiki muhim vazifa qo'zg'olon tayyorligini jiddiy bitkizib, ishni plan bo'yicha boshlab bo'lib, To'xtining og'uda turib qilishiga to'g'ri keldi. Bu jarayonda o'zining va kichik Axun, Hasan Turk qatorliq qo'zg'olon boshchilarining pash bo'lib qolmasligini ko'zda tutib, vosita orqali ommani qo'zg'ash, qurol tayyorlashga kirishdi. Texmi muhimi Rahimjonning kelishini kutdi. 13-bob tugadi.